Bismillahirrohmanirrohim. O'z bandasiga kitob nozil etgan va unda hech bir egrilik qilmagan Allohga hamd bo'lsin. Uni to'g'ri qilgan, o'z huzuridan bo'ladigan shiddatli azobdan ogohlantiradigan, yaxshi amallarni qilgan mo'minlarga ularga go'zal ajr bo'lishining bashoratini beradigan qilgan zotga. Ular u ajrda abadiy qoluvchilardir. Va Alloh o'ziga bola tutdi deganlarni ogohlantirish uchun na ularning va na ota-bobolarining bu haqda ilmlari yo'qdir. Og'izlaridan chiqadigan so'z qanday ham og'ir. Ular yolg'ondan boshqani aytmaslar. Ular bu so'z Qur'onga iymon keltirmasalar, ehtimol ularning ortidan taassuf ila o'zingni halok etmoqchi bo'larsan. Biz yer yuzidagi narsalarni ularning qaysilari go'zalroq amal qilishini sinash uchun zeb-u ziynat qilib qo'yganmiz. Albatta, biz uning yuzidagi narsalarni qup-quruq tuproqqa aylantiruvchimiz. Kahf va bitik sohiblarini ajoyib oyat belgilarimizdan deb o'yladingmi? Qachonki yigitlar Kahfdan joy olganlarida Robbimiz bizga huzuringdan rahmat bergin va ishimizni to'g'rilagin dedilar. Bas Kahfda ularning quloqlariga bir necha yillar parda urdik. So'ngra ikki guruhdan qaysi biri ularning turgan muddatini hisoblovchiroq ekanini bilish uchun ularni uyg'otdik. Biz senga ularning xabarlarini haq ila qissa etib beramiz. Albatta, ular Robbilariga iymon keltirgan yigitlardir va ularga yanada ziyoda hidoyat berdik. Ularning qalblarini mustahkamladik. Turganlarida bas Robbimiz osmonlar va yerning Robbidir. Undan o'zgani hargiz iloh deya duo qilmasmiz. Agar shunday qilsak, nohaq so'zni aytgan bo'lurmiz. Mana bu qavmimiz undan o'zga ilohlar tutdilar. Ularga ravshan hujjat keltira olarmikinlar? Allohga yolg'on uydirgandan ham zolimroq kim bor, dedilar. Modomiki ulardan va ular ibodat qilayotgan Allohdan boshqa narsadan uzoqlashmoqchi bo'lsangiz, Kahfdan panoh joy olingiz. Robbingiz sizga o'z rahmatini taratur va sizga ishingizda osonlik yaratur, dedilar. Quyosh chiqayotganida ularning kahfining o'ng tomonidan moyil bo'lganini, botayotganida esa chap tomonidan qiyib o'tganini ko'rasan. Ular esa u g'orning keng joyidadirlar. Ana shu ham Allohning oyat mo'jizalaridir. Alloh kimni hidoyatga boshlasa, o'sha hidoyat topuvchidir. Kimni adashtirsa, bas hargiz unga irshod qiluvchi biron do'st topa olmassan. Ularni uyg'oq deb o'ylaysan, holbuki uxlab yoturlar. Ularni goh o'ngga, goh chapga ag'darib tururmiz. Itlari esa ostonada old oyoqlarini cho'zib yotur. Agar ularni ko'rsayding, ortga o'girilib qochar va ulardan qo'rqinchga to'lar eding. Va shunday qilib, ularni o'zaro so'rashlari uchun uyg'otdik. Ulardan biri, qancha qoldinglar, dedi. Ular, bir kun yoki bir kunni ba'zisicha qoldik, deyishdi. Qancha qolganingizni Robbingiz yaxshi biluvchidir. Shaharga biringizni ushbu pulingiz ila yuboring. Nazar solib, yaxshi taomni tanlab, undan rizq keltirsin va diqqatli bo'lsin, sizni birovga sezdirib qo'ymasin, deyishdi. Chunki agar ular sizni qo'lga olsalar, toshbo'ron qiladilar
yoki o'z millatlariga qaytaradilar. Unday bo'lsa, zinhor va abadiy najot topmassiz, deyishdi. Shunday qilib, Allohning va'dasi haq ekanini va soat haqida hech shubha yo'q ekanini bilishlari uchun ularni odamlarga bildirdik. O'shanda ularning ishi haqida o'zaro tortisha boshladilar. Ularning ustilariga bino barpo qilinglar. Robbilari ularni yaxshi biluvchidir, dedilar. Ishlariga g'olib kelganlar esa ularning ustilariga albatta masjid qurib olurmiz, dedilar. Hali ular 3tadirlar, itlari 4-chilaridir, derlar. Va 5tadirlar, itlari 6-chilaridir, deb g'aybga tosh otarlar. Va 7tadirlar, itlari 8-chilaridir ham derlar. Ularning sanog'ini Robbim yaxshi biluvchidir. Ularni juda oz kishi bilur, degin. Bas ular haqida talashib yurma. Faqatgina ochiq talashish bilan talash. Ular haqida bularning hech biridan fatvo ham so'rama. Zinhor bir narsani buni ertaga albatta qiluvchiman dema. Faqat Alloh xohlasa degin. Qachonki unutsang, Robbingni zikr qil va shoyatki Robbim meni bundan yaqinroq yaxshilikka hidoyat qilsa degin. Va kahflarida 300 yil qoldilar va 9 yil ziyoda ham qildilar. Sen ularning qancha qolganlarini Alloh yaxshi biluvchidir. Osmonlar va yerning g'aybi unga xosdir. U naqadar yaxshi ko'ruvchi va yaxshi eshituvchidir. Ularga undan o'zga vali yo'qdir va u o'z hukmida hech kimni sherik qilmas, degin. Senga Robbingning kitobidan vahiy qilinganini tilovat qil. Uning kalimalarini almashtiruvchi yo'q. Undan o'zga hech qanday panohni topa olmassan. O'zingni ertayu kech Robbilariga uning yuzini iroda qilib duo qiluvchilar bilan birga tut. Dunyo hayotining ziynatini xohlab, ulardan 2 ko'zingni burma. Qalbini o'z zikrimizdan g'ofil qilib qo'yganlarimizga va havoyi nafsga ergashib ishi izdan chiqqanlarga itoat qilma. Sen haq Robbingiz tomonidandir. Bas kim xohlasa iymon keltirsin, kim xohlasa kufr keltirsin, degin. Albatta biz zolimlarga devorlari ularni o'rab oladigan o't olovni tayyorlab qo'yganmiz. Agar yordam so'rasalar, eritilgan ma'dan kabi yuzlarni qovuruvchi suv bilan yordam beriladi. Naqadar yomon ichimlik va naqadar yomon huzurlanish joyi. Albatta biz iymon keltirgan va solih amallarni qilganlarning, yaxshi amal qilganlarning ajrini zoya qilmasmiz. Ana o'shalarga adin jannatlari bordir. Ostilaridan anhorlar oqib turadir. U yerda oltindan bo'lgan bilak uzuklar ila bezanurlar, sundus, yupqa ipak va istabroq qalin ipakdan yashil liboslar kiyarlar. Ular u yerda pardali baland so'rilarda yonboshlagan holdalar. Naqadar yaxshi savob va naqadar yaxshi huzurlanish joyi. Ularga 2 kishini misol qilib keltir. Ulardan biriga uzumlardan 2 bog' berdik va ularni xurmo ila o'radik va oralarida ekinzor qildik. O'sha 2 bog' hosillarini bekamu ko'st berar va oralaridan anhor oqizib qo'ygan edik. Uning mevasi bor edi. U o'z sherigi ila gaplashar ekan, mening sendan molim ko'p va odamlarim quvvatliroq, dedi. U o'z bog'iga kirar ekan, o'ziga zulm qilgan holida dedi: men hech qachon buni yo'q bo'ladi deb o'ylamasman.
qiyomat qoyim bo'lmasa kerak deb o'ylayman. Agar Robbimga qaytarilsam ham, albatta bundan yaxshi oqibatni topaman. Gaplasha turib, sherigi unga dedi: Seni tuproqdan, so'ngra nutfadan yaratgan va bekamu ko'st inson etib rostlagan zotga kufr keltirdingmi? Lekin men, u Alloh mening Robbimdir va unga hech kimni sherik qilmayman deyman. Bog'ingga kirganingda Allohning xohlagani, Allohdan boshqada quvvat yo'q desayding, agar meni o'zingdan mol dunyo va bola jihatidan kam deb bilsang, ajab emaski, Robbim menga sening bog'ingdan yaxshirog'ini bersa, unga osmondan oftob yuborib, u sip-silliq tuproqqa aylanib qolsa, yoki suvi yerga singib ketib, uni mutlaqo izlay olmay qolsangiz va uning mevasi halokatla o'raldi, o'zi esa unga sarf qilgan narsasiga chapak chalib qoldi. Holbuki uning ishkomlari qulab yotar edi. U esa, qani edi Robbimga hech kimni sherik qilmaganimda derdi. Unga Allohdan o'zga yordam beradigan guruh bo'lmadi. O'zi nusratga erishuvchilardan ham bo'lmadi. Ana o'sha o'rinda nusrat haq Allohga xosdir. U yaxshi savobli va yaxshi oqibatli zotdir. Ularga dunyo hayotining misolini keltir. U biz osmondan tushirgan suvga o'xshaydir. Uning sababi ila yer nabotatlari aralashib chiqdi. Bas xashakka aylanib, uni shamol uchirib ketdi. Alloh har bir narsaga qodir bo'lgan zotdir. Mol-mulk, bola-chaqa dunyo hayotining ziynatidir. Boqiy qoluvchi solih amallar Robbing huzurida savob va umid jihatidan yaxshiroqdir. Tog'larni o'rnidan ko'chiradiganimiz va yerni yap-yalang'och ko'radiganing kunni esla. O'shanda ularni jamlaymiz va birortasini qo'ymaymiz. Va Robbingga saf tortilgan hollarida ro'baro qilindilar. Batahqiq bizga sizlarni ilk bor qanday yaratgan bo'lsak, shunday keldingiz. Ammo bizni hech joy va vaqt va'da qilganimiz yo'q deb o'ylab edingiz, deyildi. Va kitob qo'yildi. Bas jinoyatchilarni undagi narsadan qo'rqqan hollarida ko'rasan va ular, voy, sho'rimiz qursin, bu qanday kitobki kichikni ham, kattani ham hech qo'ymay hisob qilibdi-ya, derlar. Va qilgan amallarini hozir holda topdilar. Robbing hech kimga zulm qilmas. Farishtalarga Odamga sajda qilinglar deganimizni esla. Bas sajda qildilar. Iblis mustasno. U jindan bo'lgan edi. U o'z Robbining amridan chiqdi. Endi sizlar meni qo'yib, uni va uning zurriyotlarini do'st qilib olasizlarmi? Holbuki ular sizlarga dushman-ku. U zolimlar uchun naqadar yomon badaldir. Ularni va osmonlar va yerni yaratishga va na o'zlarini yaratishga guvoh qilganman va adashtiruvchilarni yordamchi qilib olgan emasman. U zot mening sheriklarim deb jinoyatchilar olovni ko'rurlar va albatta unga tushuvchi ekanlariga ishonarlar va undan qochar joy topmaslar. Batahqiq ushbu Qur'onda odamlar uchun turli misollar bayon qildik. Inson ko'p tortishuvchi bo'lgan edi. Odamlarni ularga hidoyat kelganida iymon keltirishlaridan va Robbilariga istig'for aytishlaridan faqatgina avvalgilarning sunnati kelishi
yoki ochiq oydin azob kelishini kutishlari to'sdi xolos. Rasullarni xushxabar beruvchi va ogohlantiruvchi qilib yuborurmiz xolos. Kufr keltirganlar esa botil ila mujodala qilib, u bilan haqni yengmoqchi bo'lurlar hamda oyatlarimdan va o'zlari ogohlantirilgan narsadan istehzo qilurlar. Robbining oyatlari ila eslatilganda ulardan yuz o'girib, o'z qo'llari taqdim qilgan narsalarni unutgan kimsadan ko'ra zolimroq kim bor? Albatta, biz u Qur'onni anglamasliklari uchun ularning qalblariga pardalar va quloqlariga og'irlik qilib qo'ydik. Ularni hidoyatga chaqirsang ham hargiz hidoyat topmaslar. Va Robbing o'ta mag'firatlidir, rahmat egasidir. Agar ularni qilgan kasblariga binoan olganida, ularga azobni tezlashtirgan bo'lar edi. Lekin ularga va'da qilingan vaqt borki, undan o'zga panoh topmaslar. Mana u shaharlarni ham zulm qilganlarida halok etganmiz va ularning halokatlariga va'da qilingan vaqt belgilaganmiz. Musa o'z yigitiga 2 dengiz jamlangan joyga yetmagunimcha, hatto yillar o'tib ketsa ham yuraveraman deganini esla. Ikkovlan ikkisi jamlangan joyga yetganlarida baliqlarini unutdilar. Bas u dengizni teshib yo'l oldi. U yerdan o'tganlari zamon u yigitiga tushligimizni keltir. Dar haqiqat bu safarimizda charchoqqa uchradik dedi. U buni qara, harsanga joylashganimizda men baliqni unutibman. Faqat shaytongina uni eslashimni unuttiribdi. Ajabo u dengizga yo'l olibdi dedi. Musa ana shu biz istagan narsa dedi. Bas kelgan yo'llaridan izlariga qaytdilar. Bas bandalarimizdan bir bandani topdilar. Unga o'z dargohimizdan rahmat va o'z tarafimizdan ilm o'rgatgan edik. Musa unga senga o'rgatilgan ilmdan menga ham o'rgatmog'ing uchun senga ergashsam maylimi dedi. U albatta sen men bilan birga bo'lishga sabr qila olmassan. O'zing xabarini ihota qilmagan narsaga qanday sabr qilasan dedi. U Musa inshaalloh mening sabrli ekanimni ko'rursan va senga hech bir ishda osiy bo'lmasman dedi. U agar menga ergashadigan bo'lsang, to o'zim zikr qilib aytmagunimcha biron narsa haqida so'ramagin dedi. Bas yurib ketdilar. Kemaga minganlarida uni teshib qo'ydi. U Musa buni uning ahlini g'arq qilish uchun teshdingmi? Juda g'alati narsa qilding-ku dedi. U albatta sen men bilan birga bo'lishga sabr qila olmassan demabmidim dedi. Musa esimdan chiqqan narsa uchun meni jazolama, meni ishimda qiynoqqa solma dedi. Bas ular yurib ketdilar. Nihoyat bir bolani uchratganlarida uni o'ldirdi. U Musa hech kimni o'ldirmagan begunoh jonni o'ldirasanmi? Juda munkar narsa qilding-ku dedi. U senga albatta sen men bilan birga bo'lishga sabr qila olmassan demabmidim dedi. U Musa agar bundan keyin sendan yana bir narsa so'rasam, men bilan birodarlik qilmay qo'yaver. Batahqiq men tarafimdan uzr qabulini oxiriga yetkazding dedi. Bas yurib ketdilar. Bir shahar aholisiga kelganlarida uning ahlidan taom so'radilar.
Ular ikkovlarini ziyofat qilishdan bosh tortdilar. Ikkovlari u yerda yiqilib ketay deb turgan bir devorni ko'rishdi. Bas uni turg'izib qo'ydi. U Musa, agar xohlasang buning uchun haq olar eding, dedi. U, bu men bilan sening oramizdagi ajrashishdir. Endi sen sabr qila olmagan narsalarning ta'vilini senga aytib beraman, dedi. Kemaga kelsak, u dengizda ishlaydigan miskinlarniki edi. Bas men uni aybli qilishni iroda qildim. Chunki ortlarida bir podshoh bo'lib, barcha kemalarni tortib olayotgan edi. Endi bolaga kelsak, ota-onasi mo'min kishilar edi. Bas biz uning tug'yon va kufr ila ikkovlarini qiynashidan qo'rqdik. Bas Robbilari ularga uning badaliga pokizalikda undan ko'ra yaxshirog'ini va mehribonlikka yaqinrog'ini berishni iroda qildi. Devorga kelsak, u shahardagi 2 yetim bolaniki bo'lib, uning ostida ikkovlarining xazinasi bor edi. Ularning otalari solih odam edi. Bas Robbing ikkovlarining voyaga yetishini va xazinalarini chiqarib olishlarini iroda qildi. Robbing tarafidan rahmat o'laroqdir. Men buni o'zimcha qilganim yo'q. Sen sabr qila olmagan narsalarning ta'vili ana shudir. Sendan Zulqarnayn haqida so'rarlar. Sizga uning haqidagi zikrni tilovat qilirman, degin. Albatta, biz unga yer yuzida makonat berdik va har bir narsaga erishish sababini ato qildik. Bas sababga ergashdi. Nihoyat, quyosh botish joyiga yetganida, uning qora balchiq buloqqa botayotganini ko'rdi va uning oldida bir qavmni topdi. Biz, ey Zulqarnayn, yo ularni azoblaysan, yoki go'zallikni tutarsan, dedik. U dedi, kim zulm qilgan bo'lsa, tezda uni azoblarmiz, so'ngra Robbinga qaytarilar. Bas u zot ham uni mislsiz azob ila azoblar. Ammo kim iymon keltirib, solih amal qilsa, bas unga mukofot o'laroq yaxshilik bordir va unga o'z ishimizdan osonini ayturmiz. So'ngra u sababga ergashdi. Nihoyat, quyosh chiqish joyiga yetganida uning bir qavm ustidan chiqayotganini ko'rdi. Ularga u quyoshdan tosuq bo'ladigan narsa qilmagan edik. Ana shunday, batahqiq uning oldidagi narsaning xabarini ihota qildik. Nihoyat, 2 tog' orasiga yetganida ularning ortida biron gapni anglamaydigan qavmni ko'rdi. Ular, ey Zulqarnayn, albatta Ya'juj va Ma'juj yer yuzida buzg'unchilik qiluvchilardir. Senga xaroj bersak, biz bilan ularning orasida to'siq qilib berirmisan, dedilar. Ular, ey Zulqarnayn, albatta Ya'juj va Ma'juj yer yuzida buzg'unchilik qiluvchilardir. Senga xaroj bersak, biz bilan ularning orasida to'siq qilib berirmisan, dedilar. U dedi, Robbim, menga bergan imkoniyat yaxshidir. Bas, menga kuch ila ko'mak bering. Siz bilan ularning orasida bir devor qilajakman. Menga temir parchalarini keltiring. Nihoyat, tog'ni 2 tomonini barobarlashtirganda dam uringlar, dedi. Nihoyat uni temir uyumini ot olovga aylantirgach olib kelinglar, ustidan mis quyaman, dedi. Bas uning ustiga chiqa olmadilar, uni teshib ham o'ta olmadilar. U, bu Robbim tarafidan rahmatdir. Agar Robbimning va'dasi kelsa, buni yer barobar qilur
Robbimning va'dasi haqdir, dedi. O'sha kuni ularni bir-birlari ila mavj urgan hollarida tark etdik va dudga puflandi. Bas ularning hammalarini jamladik. O'sha kuni kofirlarga jahannamni ko'ndalang qilib ko'rsatdik. Ular ko'zlari mening zikrimdan pardada bo'lgan va eshitishga toqat qila olmaydiganlar edilar. Yoki kufr keltirganlar meni qo'yib, bandalarimni valiylar qilib olishini o'ylaydilarmi? Albatta, biz jahannamni kofirlarga manzil etib tayyorlaganmiz. Sizga amallari yuzasidan eng ko'p ziyon ko'ruvchilarning xabarini beraymi? Ular bu dunyo hayotidayoq sa'i harakatlari botil bo'lgan, o'zlari esa go'zal ish qilayapman deb hisoblaydiganlardir, degin. Ana o'shalar Robbilarining oyatlariga va u zotga ro'baro kelishga kufr keltirganlardir. Bas ularning amallari habata bo'ldi. Qiyomat kuni ularga hech qanday vazn bermasmiz. Ana shunday kufr keltirganlari hamda mening oyatlarim va rasullarimni ermak qilganlari sababli ularning jazosi jahannamdir. Albatta, iymon keltirgan va solih amallarni qilganlarga Firdavs jannati manzil. Unda mangu qoluvchilardir va undan ko'chishni istamaslar. Sen agar dengiz Robbimning kalimalariga siyoh bo'lsa-yu, unga o'z mislicha madad keltirsak ham, Robbimning kalimalari tugashidan oldin dengiz tugab qolur, degin. Sen, men ham sizlarga o'xshagan basharman, xolos. Menga shubhasiz ilohingiz bitta iloh ekani vahiy qilinur. Bas, kim Robbiga ro'baro kelishni umid qilsa, solih amal qilsin va Robbining ibodatiga hech kimni sherik qilmasin, degin.